Noqarayman aka. 2 million yazib hisobga. Nomi nima aka bu choyda? Nomi nima? Choyda? Buni qo'shib berish kerakmi? Biz beribdi. Ha endi rost degani bor. Ha. Bu qaranglar, menyu ham bor ekan mana akalarning. Qisqasi qadrdonlar bor, usta kashi ekan. Bilasizlar, ijodda, u yerda bu yerda bo'lib asabbuzarlik ko'p bo'ladi. Choylarni ichib, mana mingalarni ishlatamiz. Akamizga kattakon rahmat deb qolamiz. Profilni отметка qilib ketamiz. Qadrdonlar kirib, podpiska bo'lib, obuna bo'lib, aka har kuni post qo'yasiz, story qo'yasiz. Post qo'ygan, story qo'yganni o'zingizlarni reaksiyalari qo'ygizinglar qadrdonlar. Biz hali ofisda ko'rayotgan hali jamoadagi aka-ukalar, Ahmadullo akam, Bezod akam, yana kim bor, kim qoldi edi? Abdulatif, Shahzod, shogirdlar ko'rib qo'yinglar mana. Choyda mana Dodo xo'jasiga kelganmiz. Aka mana shu yerda 2 yil Riyodda ishlab kelgan ekan. Arab shayxlariga choy damlab ishladi bilgan ekan.